Qiz burnini operatsiya qildirib, hozir kasal bo'lib qoldi. Unga kim javob beradi? Bu yerda hech kim aybdor emas, to'g'risini aytsam. Nimaga? Chunki hech kim bilmaydi operatsiyadan qanaqa chiqishini odammi. Operatsiyada nima holat bo'lishi, qaysi nima modda reaksiya berishi haligacha mana dunyo bo'yicha necha yildan beri, nechadir asr yildan beri operatsiya qilinayotgan bo'lsa, buni tagiga hech kim yetmagan haligacha. Chunki hech kim bilmaydi. Masalan, sog'lom odam kirib ketadi operatsiyaga. Chiqmaydi, o'ladi. Lekin hech kim sababini bilmaydi. Analizi zo'r, EKGsi zo'r, yurak xurujlari yo'q, hammasi chotki. Lekin operatsiya paytida o'lib qoladi. O'ladi. Hozirda u jarayonda doktorlar sudga berilgan, klinika sudga berilgan. Bu yerda ularni aybi yo'q, значит. Конечно, buni hech kim bilmaydi, buni hech kim oldindan ham bilmaydi. Operatsiyada pismo согласие degan narsa bor. U qo'l qo'yadi. U bemor qo'l qo'yadi. Mani holatim og'irlashi mumkinligini bilaman. Mani holatimda sepsis holati bo'lishi mumkin. Operatsiyada og'irlashi mumkin degan har bitta rozilik beradi bunga. Chunki hamma aytadi, "Ey, men qara, biz operatsiyaga kiryapmiz. Ilohim, eson-omon chiqaylik" deydi. Bizga og'ir pnevmatishni kasal kelgan, bemor kelgan ayol kishi uyda hushidan ketganda yorilgan, trubasi hushidan ketgan, yotgan. 3 soat qolib ketgan. Eri kelgan, qo'rgan, yotgan. Bizalog'imizga kelyapti, teri mramorniy. 2 litrga yaqin qon yo'qotgan, tasavvur qiling, trubasi yorilgan, pnevmatishni berib, ishini bilib, o'zi ham bilmagan ekan. Lekin bu ayol, bu o'sha prognoz bo'yicha o'lish kerak bo'lgan ayol 3 kundan keyin hech narsa bo'lmagandan keyin yuribdi. Chunki bunga aytayman, buni hech kim hech qachon oldindan bilib bera olmaydi.